Nastroyga ham ko'rsataman mana. Shunaqa. Nastroy kirasizlar, ikkinchisiga kirasizlar. Keyin oxiriga tushirmoq pocketda klassik qo'yasizlarda chiqasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, like'lar bosib. Keyingi videoda Redmi'ni anaqa iPhone'ga o'xshatishni ko'rsataman. iPhone'ga o'xshash xususiyatini ko'rsataman. Va shu videoga 20 ta 30 ta like yig'ilsa ko'rsataman. Ko'rsataman. Shu to'g'risi xalaq beryapsan mana shu videoga. Qatmasdi sen deb qatdi. Bitta bosamiz like'lar.